tuzilgan qonunlarga imzo qo'ydi. Seyfiddin Aziz rahmetlik imzo qo'ydimi yo'q? Bu sir bo'lib u dunyoga ketdimi? Yoki buni biladigan Uyg'urlar bormi? Men buni bilmayman. Bu esingizda bo'lsin. Ikkinchisi 1991-yili 6-oyda 90-yili 1990-yili 6-oyda shu vaqtki Jungoning vaziri Lifeng Şinjan Uyghur Abdunum Rayı'nın Korçak, Şinjan Uyghur Abdunum Rayı'nın reisi Temir devam etti elip Moskova'ya bağlı. Ben sizlerle liksiyede sözledim. Moskova'ya bağlı. Bunun arx görünüşü Sovyetler hükümeti, sabık Sovyetler hükümeti aynı çağda Rus-German oturuşu imzalanan şartnamını 1889 yılı 5. ayının 5'inde bekar kıldı. Jungo hükümeti şungoça 62 yıldan başlap iki partiyanın münasebeti bozulgandan başlap yoki Jungoluk bir mehmanның Moskvaga barganligi yok, yoki Moskvalık bir mehmanның Beijing kelganligi yok. Jungo hükümeti şu vaqtda Deng Xiaoping aldirab dinab Gorbachevni Beijingni ziyorat qilish taklif qildi. 1989 yılı 5. ayının 15. günü taklif qildi. Şu vaqt Rossiya bilan Jungo o'tirishda bardi keldi başladı. 2. yılı 90. yılı 6. ayda temir devam etni elip Lifeng, vezir Lifeng Moskovani ziyorat qildi. Endi bu qatam Hanjin Shanghai shahrining şu vaqtki sobiq boshlig'i hozirgi 7 doimiy hay'atning birisi bo'lgan Hanjin bu qatam endi muavin vezir darajalik odam. Bu qatam Nurbekirni elip Moskvaga berdi. Men Moskva qaysi vaqtda borganligini Nurbekirning o'tgan leksiyada so'zladim. Vaqtga munosabatlik leksiyada so'zladim. Endi mishada Nurbekirni siyosiy jihati Moskvada xatolashdim. Chunki sen aeroportda qo'lga olding. Moskvada qaytib kelishga qo'lga olding. Moskvada kim bilan ko'rishdi? Kim bularning oldiga keldi? Nima dedi? Nima deydi? Bu bir sir. Bu bir sir. Lekin Xitoy nima debdi? Bu siyosat xatolik o'tkazdi dedi. Bu yerda Rossiya boshqa bir davlat, o bir qudratli davlat. Uning mustabid ya demokratiya bo'lishi qo'yib qo'yaylik, o bir qudratli davlat. Masalan, bir misol qilaylik, 1956-yili Rossiya Bolsheviklar partiyasi, ya'ni sobiq Sovetlar ittifoqi 20-qurultayni chaqirdi. Şu vaqtda Rossiyaning şu vaqtdagi rahbarlari, Xrushchevning atrofidagi rahbarlar bu qurultayga qatnashgan Jo'illa bilan Jungoning yana bir rahbari Deng Xiaoping ikkovlan taklif bilan Moskvadagi bu qurultayga qatnashganda Moskvada şu vaqtda Rossiya hukumatining rahbarlari kelib bularning oldiga nima dedi? Masalan, Jo'illaga shunday dedi. Sizlar qaytib berib, Mao Zedongni siyosiy o'zgarish bilan elivitinglar dedi. Demek bu iki partiye otursa kurash, mana shunday başladı. Shunday başladı. Ahiri hali qadar aslik keldi. Endilikda men 3 qatam Uyg'urlarning Moskvaga berishi, rahmatlik Seyfiddin Azizning Moskvaga berishi, Temir Davometning Moskvaga berishi, bu qatam endi 9 ayning 19, 18 kunlari sobiq rais Nurbekirning Moskvaga berishi Moşa alametler. Şundan keyin Nurbekir'e münasebetlik Goşinkün deydigan saqchi Nurbekir to'g'risi gap o'ttirib chiqishdan burun Urumchiga vodi, Qashqarga vodi, Xotanga vodi. Nima ish? Goşinkün qaytib kelganda kellar. Undaqda Shinjongda masala chiqdimi? Yoki Goşinkün bu masalani o'zi tayyorladimi? Sirliq, mustabid davlat bunday ishlar sirliq bo'ladi vatandosh. Demak, masala chiqdi. Mana yuqorida so'zlar. Yuqorida Xitoylar so'zlayapti. Men onun qo'shimcha shunday tahlil qildim. Yana bir narsa, eng oxir deb qo'yilgan bir narsam shukanki, vatandosh balki diqqat qilganda, men hozirgacha Afg'onistonda Talibanlarga qarshi turish, zo'ravonlarga qarshi turish, ba'zi tashkilotlarga qarshi turish uchun Amerika armiyasi 2001-yili 10-oyda kirib keldi. Shundaymi? 10-oyning 7-kuni Afg'onistonga kirib keldi. Shundan tortib hozirgacha men hech qachon Amerika armiyasi, quruqlik armiyasi yoki havo armiyasining Afg'onistonda F-35 belgilik
aeroplanını uruşqa salğanlığını anlamagan idi. Bugünlerden 9. 28. günü bir haberde bir cümle haber geldi. Bu haber ne mi değildi desenler? Amerika Qo'shma Shtatlarining havo armiyasi hozir F-35 belgilik aeroplanni Afg'onistonda Talibanlarga qarshi kurashga saldi degan xabar keldi. Bu aeroplanning harbiy ishtabi iqtidorining nima ekanligi sizlarga ayon, hurmatli vatandoshlar. Xitoy bir nimadan cho'chiyotganda qandaq? Masalan, hozir aytaylik, sen Xitoy fuqarolari sana setib berdigan poyezd bileti to'xtadi. Hech bo'lmaganda bir oy to'xtadi. Zaten nima ish? Ba'zi lagerga so'langan Uyg'urlarni ichkari o'lkaga olib ketamdi yoki qandaq? Maxfiy to'shimsan zada qandaq? Demak, bu yerda shundaq bo'ladigan bo'lsa, demak sen Xitoy ko'chmanlarining Xinjiangdan qochib ketishining oldini olib yoki birla Uyg'urlarni lagerga solib Uyg'urlarni ichkariga yetkazishni o'ylashyapmiz. Endi eng oxirida shundaq bir jumlaga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Bu yil 9 oyning 24-kuni GP'da turib, lavzida turib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp efendi Jungodan import qilingan 200 milliardlik tovar mallarga boj qo'yishni yoki bu siyosatni yo'lga qo'ydi. Xitoy uning kaynidilla nima ish qildi? Amerikadan import qilingan 60 milliard dollarlik tovar mallarga boj qo'ydi. Demak, Amerika sen buni qilding, men buni qilaman dedi. O'ch oldi. Hozir ish nima bo'ldi? Endi Amerikadan o'ch oladigan Jungoda hech qanday kuch qolmadi. Hech qanday vosita qolmadi. Hech qanday asos qolmadi. Agar prezident Trump yana gapga turib, yani 200 milyard dollarlık, yani 670 milyar, 200 milyard 670 milyon dollarlık tamojni bejini qo'ydigan bo'lsa, Xitoyning Amerikadan o'ch oladigan hech qanday vositasi qolmadi, hech qanday asosi qolmadi. Demak, qisqacha desak, kuchi qolmadi degan gap. Lekin boshda ko'rdikki, nima ko'rib o'tdikki, yer shari vaqt gezisi nima deydi? Biz adaqçı elişimiz depti manalı sözlügellik siyada. Lekin elişidigan hech narsam yo'q. Men şunu o'ylayapman ki, hurmatli vatandosh, hozir o'tirg'i Uyg'urni dasmiy qilib saldimi? Rais Xi Jinping dastak qilib saldimi? Amerika Qo'shma Shtatlarining insonparvarlik bo'yicha, odamgarchilik bo'yicha, mushunaqa his tuyg'udi yoki his tashliq qilish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarini sinab boqmoqchi bo'lyapti. Zadı nima? Endi senden o'ch oladigan hech qanday rasmiy qolmadi. Men buning o'rniga Uyg'urlarni ichkari Xitoyga yo'tkab, xohlasam, qandaq bir taraf qilsam, shundaq bir taraf qilaman. Nima deysan Amerika da'vatimda qandaq? Hurmatli Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi, Netanyahu apandi. Men sizga iltijo qilayki, Xitoyning bu harakati Uyg'urlarni ichkari o'lkaga yo'tkash vatanda Uyg'uristonda nazarband qilish bu harakati o'zingiz dedingiz, Gitlerning harakati bilan o'xshash dedingiz. Men buningdan suyundim, chunki harakat Gitlerning harakati o'xshash bo'lganligi uchun sheteli. Hozir Xi Jinpingning kishi bilan yozilgan sheteli, Xitoy tilida Gitler sheteli deyiladi. Bugun Rais Xi Jinping sheteli. Hozir Uyg'urlarga mushu darajada muomala qilyapti. Biz Uyg'ur xalqi Amerika Davlat Majlisining Uyg'urlarga texmi qattiq va texmi cho'nqur ko'ngil bo'lishini umid qilamiz.